Mamlakatimizda so'nggi yillarda energiyani tejash va undan samarali foydalanish bo'yicha bir qator loyihalar amalga oshirilmoqda. Soha mutaxassislari tomonidan aholi xonadonlariga zamonaviy tejamkor uskunalar o'rnatilib, bu borada keng qamrovli targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Albatta, bu ishlarning barchasi yilning har qanday mavsumida yoqilg'i energetika bilan uzluksiz ta'minlash imkoniyatini oshiradi. Joriy yilning 21-iyunida Vazirlar Mahkamasining iqtisodiyot tarmoqlari, ijtimoiy va energetika sohasi obyektlari hamda ko'p kvartirali uy-joylar fondini 2025-2026 yillar kuz-qish davrida barqaror ishlashga tayyorlashni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Unga muvofiq Surxondaryo viloyatida iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy soha obyektlarini kuz-qish mavsumiga tayyorlash ishlarini muvofiqlashtirish maqsadida viloyat komissiyasi tashkil etildi. Komissiya tomonidan sohaga aloqador korxona va tashkilot rahbarlariga belgilangan parametrlar va chora-tadbirlarni o'z vaqtida va sifatli bajarilish vazifasi yuklatildi. Xususan, energo resurslarni o'z vaqtida va yetarli hajmda yetkazib berishda yuzaga kelgan kamchiliklarni bartaraf etish maqsadida tezkor kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Yoqilg'i energiya resurslarini tejashga oid maqsadli ko'rsatkichlarni qat'iy ijrosini ta'minlash bo'yicha ham choralar ko'rilmoqda. Bu borada 2025-2026 yillar kuz-qish mavsumini muvaffaqiyatli o'tkazish iqtisodiyot tarmoqlari, ijtimoiy soha obyektlari va ko'p kvartirali uy-joy fondlarining energiya resurslariga bo'lgan ehtiyojini uzluksiz ta'minlash ustidan qat'iy prokuror nazorati o'rnatildi. Viloyat prokuraturasi tomonidan ta'minotchi tashkilotlar bilan hozirgi kunda hamkorlikda ishlar olib borilmoqda. Xususan, elektr uzatish tarmoqlari rejaga nisbatan 2025-yilda 100% ga, ya'ni 2037 kilometr yangi tarmoq tortildi. 666 ta elektr transformatorlari mukammal ta'mirlandi. 630 ta elektr transformatorlari joriy ta'mirlandi. Shuningdek, aholi xonadonlaridagi mavjud 4750 ta manan eskirgan gaz quvurlari, garelkalar zamonaviysiga alishtirildi. Hozirda hududga Surxondaryo gaz ta'minoti filialida 1304 ta qurilmalar ko'rikdan o'tkazilib, 42 ta gaz taqsimlash punktlari mukammal ta'mirlandi. Tadbir boshidan 185 ta gaz taqsimlash punktlari demontaj qilindi. 17591 ta xonadonlar ikki bosqich tizimga o'tkazildi. Shu bilan birga reaktiv quvvatni kompensatsiya qilishga 67 ta tadbirkor subyektlarga stat batareyalar o'rnatildi. Hozirda 812 ta energiya iste'molchilariga reaktiv quvvatni kompensatsiya qilish, elektr energiyasidan oqilona va samarali foydalanish to'g'risida Energiya inspeksiyasi Surxondaryo viloyat hudud boshqarmasi tomonidan tegishli ko'rsatmalar berildi. Bu yo'nalishdagi ishlar tumanlar kesimida alohida nazoratga olingan. Masalan, Denov tumanida hozirgi kunda 36 ta mahalla tabiiy gazga ulangan. Kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik doirasida Elobod, Obodon va Yangiobod mahallalarida yer ostidagi gaz quvurlari yer ustiga chiqarildi. Bu choralar gaz uzilishlarining oldini olishda katta ahamiyatga ega. 2025-yilda bizda rejamiz bo'yicha 6700 kub tejash kerak edi. Hozirgi kechagi kunda 140% ga gaz tejash amalga oshirildi. 3 bosqichdan 2 bosqichliga Elobod mahallasi, Obodon mahallasi to'liq o'tkazildi. Xonadonlarga reaktor qo'yildi, gerblar demontaj qilindi. Bitta yangi RD50 zamonaviy gruv o'rnatildi. 2 qator gaz quvurlari bir qatorga moslashtirildi. Hozirgi kechagi kunda muntazam ravishda 4 ta mahallamiz reduktorga o'rnatilib, muntazam gaz berib borilmoqda. 2025-yilda Denov tumanida yuqori bosimli gaz shoxobchalari yangi zamonaviy gruvlarga almashtirildi. Ya'ni 11 ta rejamiz edi. Hozirgi kechagimizda 22 dona yangi gaz taqsimlash shoxobchalari o'rnatildi. Bu ham gazni tejashda yuqori samara bermoqda. Oldingi mana eskirgan gruvlarimizda ulanish nuqtalari ko'pligi tufayli gaz sizib chiqish ko'proq bo'lardi. Hozirgi yangi zamonaviy gruvlarda unday holat kuzatilmaydi. Tumanda aholini uzluksiz elektr energiyasi bilan ta'minlash borasida ham qator amaliy ishlar yo'lga qo'yilmoqda. Jumladan, Prezidentimizning 2024-yil 23-sentyabrdagi kambag'allikdan farovonlik sari dasturini amalga oshirish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga asosan 7 ta mahalla tanlab olingan bo'lib, hozirda ushbu mahallalarda zarur elektr infratuzilmasini yaxshilash va takomillashtirish ishlari jadal suratda davom etmoqda. Mahallalarda hozirgi kunda 34 kilometrdan ziyodroq SIP 2 kabel liniyasi tortildi. 11 dona transformator olib o'rnatish ishlari davom etmoqda. Hozirgi kunda kelib olayotgan bo'lsak, O'zgarish mahallasida, Chorgul, Dunyotepa, Katta-Qarshi mahallalarida ishlar jadallik bilan davom ettirilmoqda. O'zgarish mahallasining 1 soatlik elektr iste'moli hozirgi kunda 960 kilovat tashkil etadi. Biz ishlarni tugallaganimizdan so'ng bu qariyb samaradorlik 30% ga yaxshilanadi. O'zgarish mahallasida hozirgi kunda
210 ta temir beton tayanch olib kelish rejalashtirilgan bo'lib, bugungi kunga kelib 103 dona temir beton tayanch olib kelingan. Ularning 100 donasi o'rnatilgan. 2 dona katta quvvatli transformator olib kelib o'rnatilgan. Agar soatiga 960 kilovat elektr energiya iste'mol qilayotgan bo'lsa, bu ishlar tugallangandan so'ng qariyb 250 kilovat energiya samaradorlikka tejashga erishiladi. Umumiy natijasiga ko'ra 30% ga yaqin elektr energiyasi tejashga erishiladi. Kelgusida rejalarimiz yana xudo xolisa yil yakuniga qadar yana 470 dan ziyod temir beton tayanch olib kelib o'rnatish rejalashtirilgan. 30 kilometrdan ziyodroq sip 2 kabel tortish rejalashtirilgan. Hozirgi kunga daraxt shox-shabbalar tegib qolgan joylar tozalanmoqda. Eski kabel tarmog'i tortilgan paytda, misol uchun havo shamol bo'lgan payt, yomg'ir yoqqan paytda chaqnashlar natijasida aholimizni maishiy texnikasiga ham ko'p zarar yetkazishi mumkin edi. Endi hozir yangi tipdagi kabel tortildi, bu o'sha narsalarni 90% ga oldini oladi. Darhaqiqat, mazkur ishlar o'z vaqtida tezkor va sifatli amalga oshirilishini ta'minlash maqsadida Prezidentimizning 2025-yil 1-apreldagi yoqilg'i energiya resurslaridan noqonuniy foydalanish va behuda sarflanishning oldini olish hamda energiya samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlarni takomillashtirish to'g'risidagi qaror asosida prokurorlar rahbarlik qiladigan hududiy shtablar faoliyati yo'lga qo'yildi. Mazkur shtablar tomonidan joylarda monitoring ishlari olib borilib, muammolarni barvaqt aniqlashni va samarali hal etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, Denov tuman prokuraturasida mazkur qaror asosida tashkil etilgan shtab bo'yicha 19 nafar shaxs bevosita shtab a'zosi bo'lib faoliyat yuritib kelmoqda. Shtablarning asosiy vazifasi etib elektr energiyasi va tabiiy gazni iqtisod qilishga erishish, energiya tejovchi texnologiyalarni joriy etish, yoqilg'i energetika sohasida talon-tarojliklarni oldini olish, ularga barham berish, tarmoqdagi yo'qotishlarni kamaytirish, debitor qarzdorliklarni qisqartirish va boshqalar kiradi. Joriy yilning o'tgan davrida tuman prokuraturasi va hamkor tashkilotlar bilan birgalikda tuman hududida 2100 kilovat quyosh panellari o'rnatilishi, shu kabi tumanda 6400 litr geokollektor o'rnatilishi ta'minlandi. 610 ta noqonuniy holatlar aniqlandi. Debitor qarzdorliklarni qisqartirish yo'nalishida sudlarga 41 ta da'vo arizalari kiritilishi ta'minlandi. Sho'rchi tumanida jami 9152 ta tabiiy gaz iste'molchisi mavjud bo'lib, ularning 258 tasi ulgurji iste'molchilar, 8894 tasi esa aholi xonadonlaridan iborat. Hozirgi kunda tabiiy gaz iste'moli uchun barcha xonadonlar to'liq zamonaviy avtomatlashtirilgan gaz hisoblash uskunalari bilan jihozlangan bo'lib, bu hisob-kitob jarayonining aniq va shaffof bo'lishiga xizmat qilmoqda. Tumanimiz hududida jami 67 ta gaz taqsimlash qurilmalari mavjud bo'lib, shundan muddati o'tib bo'lgan foydalanishga yaroqsiz bo'lgan gaz taqsimlash qurilmalarimizda 25 tasi modernizatsiya qilish ishlari orqali demontaj qilib olinib, joyiga yangi gaz taqsimlash qurilmalari o'rnatildi. Reja bo'yicha bitta Do'stlik mahallasida gaz taqsimlash qurilmasida mukammal ta'minlash ishlari amalga oshirildi. Tumanimizning Hurlik mahallasida 650 metr gaz quvurni mukammal ta'mirlash ishlari bajarildi. Aholi xonadonlarini 3 bosqichli tizimdan 2 bosqichli tizimga o'tkazish va gaz ta'minotini yaxshilash bo'yicha jami mavsum boshidan 5375 ta xonadonga regulyator moslamalari o'rnatib chiqildi. Joriy yilda 715 ta regulyator moslamalar o'rnatish rejaga kiritilgan bo'lib, hozirgi kunda 1225 dona regulyator moslamalarni o'rnatib chiqdik. Kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish va talafotlarsiz o'tkazish maqsadida gaz quvurlarida 22 kilometrda estetik jihatdan tartibga keltirish maqsadida bo'ya qilish ishlari amalga oshirilib, 11 kilometr gaz quvurlarimiz tartibsiz va yaroqsiz hollari qayta montaj ishlari bajarilib, tartibga keltirildi va aholi xonadonlariga tabiiy gaz ta'minoti me'yorida yo'lga qo'yib berildi. 2025-yilga 2.700.000 gaz ta'minotini iqtisod qilish rejasi qo'yilgan bo'lib, bundan hozirgi kunda 2.825.000 kubik tabiiy gazimiz iqtisod qilindi. Sho'rchi tumanining Yosh G'ayrat mahallasida 690 ta xonadonda 4200 nafar aholi istiqomat qilmoqda. Ulardan 400 ta xonadon tabiiy gazga ulangan bo'lsa, 290 tasi suyultirilgan gazdan foydalanadi. Joriy yilda mahallada kuz-qish mavsumiga puxta tayyorgarlik ko'rish maqsadida gaz ta'minoti sohasi xodimlari tomonidan keng ko'lamli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Qish-kuz mavsumiga tayyorgarlik ko'rish maqsadida gaz quvurlarimiz yangilanib, ko'chalardan 4 metr, 3 metrlik balandliklarga ko'tarilib, gaz quvurlarimiz tartibga keltirilyapti. Yangi tortilgan gaz quvurlarimiz yo'qotishlarni oldini olishda juda ham katta yordam beradi. Bundan tashqari to'liq 100% aholimizning har bir xonadoniga loyiha asosida to'liq hisoblagichlar o'rnatildi. Xalqimiz bundan juda mamnun.
Tumanda aholi hamda yuridik iste'molchilarning elektr energiyasidan samarali foydalanishni ta'minlash maqsadida kuz-qish mavsumiga puxta tayyorgarlik ko'rilib, mavjud muammolar bartaraf etilmoqda. Tadbirlar davomida 112 kilometrga yaqin elektr tarmoqlari, 36 ta transformator mukammal ta'mirlandi. Bundan tashqari yana 201 ta transformatorga joriy ta'mir ishlari amalga oshirildi. Qo'shimcha ravishda 670 kilometr elektr tarmoqlari shox-shabalardan tozalandi. Bundan tashqari kambag'allikdan farovonlik sari dastur asosida 5 ta mahallada 9 kilometr tarmoq hamda 12 dona transformator punktlari almashtirildi. Xususan mana bu Tolli mahallasida 3 dona quvvati 2 ta 250 kV bo'lgan, bitta 400 kV bo'lgan transformator punkti almashtirilib, 8 kilometr tarmoq yangilanmoqda. Yo'qotishlar kamaytirish bo'yicha rejamiz 2025-yildagi 6,5 million kilovatt-soat edi. Texnik va tashkiliy tadbirlarni amalga oshirish natijasida to'liq ishlar bajarilgan. Bundan tashqari yil yakuniga qadar davom ettiriladi ishlar. Qumqo'rg'on tumanida joriy yilda 1600 ta xonadonga zamonaviy energotejamkor bosim rostlagichlar o'rnatilishi rejalashtirilgan bo'lib, hozirgi kunda esa 1689 ta uskuna muvaffaqiyatli o'rnatildi. Shuningdek, aholi xonadonlarida energiya tejamkor uskunalardan samarali foydalanish hamda dud bo'ronlarni muntazam va qat'iy tartibda tozalatishga doir mutaxassislar ishtirokida targ'ibot va tashviqot ishlari faol olib borilmoqda. Qumqo'rg'on tumanidagi aholi va ulgurji iste'molchilariga yetkazib berilayotgan tabiiy gazlarni bir maromda va xavfsiz yetkazib berish maqsadida ikki bosqich tizimga o'tkazish natijasida bu yerda regulyator moslamasi o'rnatilyapti. Regulyator moslamasini o'rnatishdan asosiy maqsadimiz tabiiy gazni betalofat yetkazib berish va har bir iste'molchining xonadoniga o'rta bosimdagi gaz yetkazib berish bo'lyapti. Ushbu regulyatorimizni afzallik tomonlari shundan iboratki, iste'molchilarda tabiiy gaz yo'qotishlarini oldini olish bo'ladi. Asosan bundan tashqari har bir xonadonga o'rta bosimdagi tabiiy gaz yetkazib berish bo'lib, tabiiy gaz yo'qotishlarini, ya'ni ushbu gaz o'chib yonish holatlari xavfsizlik jihatdan ham ta'minlab beradi. Har bir metr kub tabiiy gazni isrof qilmasdan to'laligicha yetkazib berish imkoniyati mavjud bo'ladi. Bundan tashqari kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish maqsadida jami 6 ta zamonaviy gaz taqsimlash qurilmalari o'rnatildi. Eski gaz taqsimlash qurilmalarida tabiiy gaz yo'qotilishlari, tabiiy gaz chiqish holatlari kuzatilardi. Hozirgi yangi o'rnatilayotgan gaz taqsimlash qurilmasida har bir metr kub gazni bosimini, kirish-chiqish bosimini aniq va to'laligicha ko'rsatib berib, bunda biz tabiiy gazni hisob-kitobini, har bir qabul qilib olingan va yetkazib berilayotgan tabiiy gazlarni qanday bosimda, qanday davrda yetkazib berilayotganligini aniq ko'rishimiz mumkin. Zamonaviy gaz taqsimlash qurilmalari orqali biz anchagina tabiiy gazlarni yo'qotilishlarini oldini olib, iste'molchilarga bir maromda tabiiy gaz yetkazib berilishiga erishdik. Tuman elektr tarmoqlari korxonasi tomonidan 2025-2026 yil kuz-qish mavsumiga puxta tayyorgarlik ko'rish maqsadida chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqilgan. Joriy yilda qariyb 128 kilometr elektr tarmoqlari, 56 dona transformatorlarda mukammal ta'mir ishlari olib borildi. E'tiborli tomoni shundaki, korxonada zarur zaxira materiallar ham yaratilgan bo'lib, bu o'z vaqtida texnik xizmat ko'rsatishga xizmat qiladi. Hozirgi kunda kuz-qish mavsumini talafotsiz o'tkazish uchun zaxira materiallar yaratilgan bo'lib, 5 dona transformator punkti zaxiraga olingan. Kuz-qish mavsumida iste'molchilarga uzluksiz elektr energiya bilan ta'minlash uchun 100 kilo AES sim va 200 metr APV simlari, avtomat o'chirgichlar, rubelniklar, K10 va PN saqlagichlari, izolyatorlar hamda kabel mahsulotlari zaxiraga olingan. Undan tashqari 200 litr transformator punktlari uchun moy, shuningdek 20 dona temir beton tanchlari zaxirada turibdi. Bundan tashqari 2025-yilda 5 ta mahallamizda rekonstruksiya va yangi qurilish ishlari olib borildi. 5 ta transformator punkti o'rnatildi va 13,2 kilometr SIV2 va 14 kilometr SIV4 kabel tarmoqlari tortish ishlari bajarildi. Darhaqiqat, energetika bu iqtisodiyot qon tomiri, taraqqiyotning shiddatiga mos ravishda yangidan-yangi loyiha va tashabbuslar ijrosi, aholi turmushining farovonligi, xonadonlardagi fayz va baraka, odamlar kayfiyati energetika tarmoqlari faoliyati bilan bevosita bog'liq ekan. Sohadagi tub o'zgarishlar va yangilanishlar jamiyat hayotining yuksalishiga xizmat qiladi.